Oy chol, sizga 30 yildan beri chidab yurganimga rahmat ayting, maylimi? O'zida uni ajrashib ketishim kerak edi. Rahmat, fakat oilamiz buzilmasin. Mana, qo'llaring. Men Dadasi, uyga kirmasa mana qari chollarni nima qo'tirsiz bu yerda? Jim bor. Gazmi kelin? Sen jim o'tiray qari ichga. Nima deyapti? Jim. Oilam buzilmasin. Ketdik. Bolam olmang qancha ekan? 30 ming. Nima? 30 ming? O'zing narxing qo'yib olganmisan? Tushunmadim. Ayol kishiman deb xohlagan gapingizni gapiravermang. Nima, achchig'iga olmang, menga 30 mingga sotmoqchimisan hozir? Oilam buzilmasin. Bugun choyxonani gapdashib qo'ygan, mazza qilib o'tiramiz kechgacha. Men kiyinib chiqay unda. Tejash. Qaysi tarafdan gaplashding? Mana chiqdim. Dadasi. Qayoqqa? Choyxonaga dedim-ku. Ha, choyxonaga bormoqchi edik. Choyxonaga? Choyxonaga borguncha kafanliklaringga pul yig'laring. Bir oyog'ing yerda, bir oyog'ing go'rda hammangda. Qari quyilmaganlar, uyga kiring tez-tez. Kafanliging dedimi? Och! 30 yildan beri bu ilon bilan qanday yashayapsan? Yo, yeb qo'ygan joying bormi? Uy shuni nomida. When you wanna go, I know you're the talk of the talk.